Gibrid bo'yicha bitta keys bo'ldi. Yaqinda bir xonadonga chaqirishdi. U joyga biz qo'ymaganmiz. Bizga faqat servisini berishgan. Vaqti-vaqtida nazorat qilib turamiz, muammosichasi hal qilamiz. Shunga yaqinda chaqirishdi. Ertalab 7 bo'lmasdan telefon qilishgan. Svet o'chib qolgan ekan, yetib bordik. Monitoring sistemasi ham yo'q, qilinmagan. Yetib borsak, svet o'chgan holatda uydagi xolodilniklar ham erib ketgan, boshqa bo'lgan. Bu yerda nimaki, misol uchun 20 kilovatli gibrid sistema, bitta kattagina xonadon 5 kun oldin ishlamay qolgan ekan. Bularning uyiga bitta liniyasi kirmay qolgan ekan. Bitta emas, ikkita liniyasi to'g'riroq. Uyda generator bo'lgan, elektrika generatori generator orqali pitaniyani bergan ekan uyga. Bularga generator kerak emas bo'lib qolgan sababli generatorni prosta uzishgan, kirdi chiqtisini uzib qo'yishgan. 3 fazali invertor shuni oqibatida bitta fazada qolib ketgan. Ya'ni bitta fazada 3 fazali invertor ishlamaydi. Kunduz kuni quyoshdan akkumulyatorni to'ldirgan, kechasi faqat akkumulyatorda ishlagan quyosh bo'lib ketgandan keyin. 5 kun ushlab turgan uyi uzluksiz. 5-kuniga kun uzishni boshlaganda, ya'ni 2-3 ta konditsioner kechasi bilan ishlatishgan hisobiga ertalab quyosh chiqadigan paytgacha akkumulyator 0 ga kelib qolgan. Akkumulyator o'zini ostonavet qilishiga 25% ga qo'yilgan ekan, 25% ga yetib bormagan. Shuning oqibatida svet o'chgan, xolodilniklar erigan, uy isib ketgan, uy egalari yosh katta odamlar juda norozigarchiliklar bo'ldi. Bordik, shu tizimni to'g'irladik, aybini topdik, uladik, ishlatib berdik, monitoring sistemalarini qo'yib berdik. Hozirgi kunda egalari boshqa obyektlarni ham berishyapti-da o'zi. Qolgan joylarimga ham shu narsani qilib bergan. Shuning uchun hozirgi energetik krizis desa ham bo'ladi-da bularni. Kun isigan sari hamma yoqda o'chirishlar ko'p bor. Shunaqa holatga gibrid tizim tavsiya qilamiz. Xonadonimiz bo'ladi, ishxonamiz bo'ladi, ofis bo'ladi. O'tirsangiz yaxshi narsa bo'ladi.